Biz erta tongdan Qoraqalpog'iston Respublikasiga yo'l oldik. Boisi Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida aholiga ilk bor ichimlik suv ta'minoti yetkaziladi va biz mazkur jarayonning ochilish marosimini sizlar bilan birgalikda o'tkazamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bir marta, yo'q 3 oyga bir marta o'zini nimasi bor. O'sha vaqt kelgan vaqtda aholining demak ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji qondirildi. To'g'rimi? Hurmatli prezidentimiz bugungi qilayotgan islohotlari tufayli. Xursandmisizlar? Bugungi kunda 5 million 600 ming nafar aholimiz toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Ya'ni 63% edi. Mana hozirgi kunda butun respublikamiz bo'yicha toza ichimlik suv bilan ta'minlanganlik 83% ga chiqarildi. Bu albatta hurmatli yurtboshimizning sa'y-harakatlaridan, davlatimiz rahbari tomonidan ushbu sohada jamoatchilik ishtirokini kengaytirish, aholining o'zini o'zi boshqarish tizimini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mana sizlarga ham respublikamizda 9 ta mahallalarda 14 ta mana shunaqangi olis hududlarda inshootlar qurilib aholimizga topshirildi. Hozir o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. O'sha 9 ta mahallalarda 14 ta inshoot qurilganligi eng olis hududlarimizda 40 mingga yaqin aholimiz ichimlik, toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Elimizin yurtdoshlarını, asayişlerini abadan çekiyor. Prezidentimizden Allah ömürlerini uzun kılgın. Hacetlerini Allah'a şükürler, hasanlar. Baytanlarını baktıya, tahtıya, siyahına, şuna rahatlarını kılmasın Allah tebarek ve Teala'yı nasip edecekler. Başlıkta raporlarımız ömürlerine, keskerlerine Allah'a tayyiz verin. Aşırısı makefamızdan Allah ömürlerine, keskerlerine Allah'a tayyiz verin. Mübarek olsun hammalarına.